Assalomu alaykum. 12 avgust kuni SpaceX AI o'zining Grok Tur 6 modelini chiqardi. Ushbu videoda biz Grok oilasi va hamda Grok Tur 6 modeli bilan tanishib chiqamiz. Avvalo kompaniya haqida. Bu SpaceX AI kompaniyasi. Bu XAI 2023-yilda tashkil etilgan AI kompaniya hisoblanadi Elon Musk tomonidan. 2025-yil martida XAI va X birlashdi, ya'ni X bu avvalgi Twitter. 2026-yil fevralda esa SpaceX XAI'ni sotib oldi, ya'ni kompaniya birlashdi. Bu kompaniyada Colossus klasteri mavjud. Bu 10 minglab yoki 100 minglab Nvidia GPU'lardan iborat bo'lgan klaster hisoblanadi. Bu yerda asosiy modellarni o'qitish mana shu joyda olib boriladi. Bundan tashqari Anthropic yoki boshqa kompaniyalar ham bu yerda o'z modellarini o'qitish imkoniyatini o'rganyapti. 2026-yil iyunida SpaceX kursorni $60 milliard evaziga sotib oldi. Kursor, ya'ni siz bilasiz, bu AI dasturiy yordamchi. Bu orqali Grok o'zining dasturiy sohadagi imkoniyatini ancha yaxshilab oldi degan fikrlar mavjud. Grok bu kompaniyaning chat modellari, ya'ni asosiy bayroqdor liniya hisoblanadi. Undan keyin Grok Build bor, bu agentlik kodlash uchun. Undan keyin Grok Imagine, bu rasm va video generatsiyasi uchun. Grok Voice esa real vaqtda ovozli suhbat, speech to speech kabi vazifalarga mo'ljallangan mahsulot. Grok oilasi asosan asosiy to'rtta parallel yo'nalishda boriladi. Ya'ni XAI modellarini bitta raqamli qatorda emas, to'rtta alohida liniyada rivojlantiradi. Bu yerda birinchi sinfda chat bayroqdor modellar hisoblanadi. Bu Grok 1, 2, 3, 4, 4.5 va hamda 12 avgustda Tur 6 chiqarildi. Undan keyin kodlash bo'yicha agentlik modeli CodeFast 1, Build hamda Composer, rasm va video uchun Aurora Imagine video modellari va hamda ovoz uchun SyncFast va SyncFast 2lar. Grok Tur 6 qanday model? Bu kodlash, agentlik vazifalar va hamda bilim ishi, ya'ni knowledge work'ga moslashgan bayroqdor model hisoblanadi. 12 avgustda chiqarildi, XAI API'da chiqdi. Hozirda kursor Grok Build, OpenRouter, Vercel va hamda Cloudflare'da mavjud. Ya'ni shular orqali ishlatishingiz mumkin. Bu yangi arxitektura emas, faqat post training yaxshilangan, ya'ni qayta o'qitilgan Grok Tur 5 bilan bir xil hamda V9 asos model qilib olingan. Ya'ni bu V9 ichki nomi hisoblanadi. Modelning taxminiy 1.5 trillion parametrga ega. 500 ming token konteksti, bu boshqa Frontier modellar bilan solishtirganda 2 barobar kam. Matn va rasm kirish, faqat matn chiqish bor. Chiqish uzunligi limiti yo'q. Reasoning effort sozlanadi, low, medium, high, X high. Bu yerda o'zgarish X high aynan Tur 6 bilan paydo bo'ladigan yangi 4-daraja. Grokning xronologiyasi bilan tanishib chiqamiz. Grok 1 2023-yil noyabrda chiqarilgan. Bu 314 milliard MOI 8000 kontekstga ega yagona ochiq vazn hisoblanadi. Buni diqqatga sazovor taraf shundaki, bu Grok o'z tarixida faqatgina birinchi Grok 1ni ochiq vazn sifatida chiqargan. Undan keyingi modellar barchasi yopiq holatda chiqariladi. Grok 3 2025-yil fevralda bu yerda Reasoning birinchi darajali imkoniyati, Sync va Deep Search qo'shilgan. Grok Tur 2025-yil iyulda Native va Parallel Tool Calling imkoniyati bo'lgan. Grok Tur 20 martda 2026-yil martda chiqarilgan. Bu multi agent rejimi hamda 1 million token kontekstiga ega. Bu sinf ham o'ziga xos tarafi bor, ya'ni bu yerda multi agent rejimi taklif qilingan va hamda kontekst, ya'ni window kontekst oynasi 1 million tokenga yetkazilgan. Bu bilan alohida tanishib chiqamiz. Undan keyin Tur 3 aprel 2026-yilda bu video kiritish, chat, PDF, slayd jadvali yaratishga imkoniyatlar paydo bo'lgan. Grok Tur 5 8-iyulda yangi V9 asosidagi model, ya'ni 1.5 trillion parametrga ega
500 ming kontekst, ya'ni mana bu yerdagi 1 million token yana qayta qisqarildi, ya'ni 500 mingga tushib qoldi yana. Tur 6da ham xuddi mana shu, ya'ni mana V9 ga asoslangan 500 ming oynali faqat yaxshilangan model hisoblanadi. Grok qanday tuzilgan? Ya'ni biz Grok 1 misolida, ya'ni bu ochiq vazn kodlari ham berilgan. Shu asosda Grok bilan tanishib chiqamiz. Grok 1 XCI tomonidan ochiq vaznlari va kodlari taqdim etilgan yagona Grok avlodi. Asosiy arxitektura xususiyatlari. Birinchisi decoder only transformer, ya'ni bu oldingi tokenlarga qarab chapdan o'ngga ketma-ket tarzda ishlaydigan transformer hisoblanadi. Sparse MOI, ya'ni Sirac Mixture of Experts, ya'ni Sirac ekspertlar majmuasiga ega. Bu yerda 8 ta ekspert ishlaydi va har bir token uchun 2 tasi tanlanadi. Grouped Query Attention, ya'ni bu Kiwi cache uchun hajmini kamaytirish usuli. Biz texnik taraflarga unchalik to'xtalmaymiz, umumiy tushunishga harakat qilsangiz bo'ldi. Buni alohida tanishtirib o'tadigan xususiyatlar hisoblanadi. Shuning uchun buni qisqa qilib umumiy tushunchani berishga harakat qilaman. Ya'ni Kiwi cache hajmini kamaytirish usuli. Undan keyin RMS norm, ya'ni bu qiymatlarni RMC, ya'ni root mean squared asosida normallashtirish usuli hisoblanadi. Bu juda ko'p ishlatilgan bu modelda. Keyingisi ROP hisoblanadi. Bu rotary position embedding deyiladi. Ya'ni token pozitsiyasini aylantirish orqali attentionga kiritish usuli. Ya'ni bu samarador usul hisoblanadi. Shuning uchun bu qo'llanilgan. Undan keyin attention soft cap usuli bor. Bu qiymatlarni plus minus 30 atrofida yumshoq cheklash, ya'ni qiymatlarni katta bo'lib ketishini oldini olish. Undan keyin gated GLU ishlatilgan. Bu feed forward networkdagi, ya'ni neyron tarmoqlaridagi activation funksiyasi hisoblanadi, ya'ni faollashtirish funksiyasi hisoblanadi. Bu lamadagi emas, buni o'zini alohida mana bu ko'rinishda ishlatiladi, ya'ni gated GLU deb ataladi. Undan keyingisi tight embedding qo'llanilgan. Bu yerda kirish, ya'ni embedding bilan chiqish vocabulary projection deyiladi, ya'ni transformer modeliga kirish kattaligi bilan chiqish kattaligida bir xil matritsa foydalaniladi. Mana shu umumiy modelning xarakteristikasi va qo'shimcha har doimgidek model ishlaydi. Mana bu umumiy ko'rinish hisoblanadi. Bu yerda kirish tokenlari yozilyapti. Ularning qancha sonlar ham berib o'tilgan, ya'ni qisqaroq qilamiz. Kirish tokenlari, undan keyin embedding bo'ladi. Undan keyin transformerning asosiy bloki hisoblanadi. Bu 64 qavat hisoblanadi. Ya'ni bitta ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda mana ma'lumot bu yerda kiryapti. Mana normallashtirish qo'llaniladi. Undan keyin GQ aytdik, mana attentionni yaxshilash uchun. ROP ham shu yerda ishlatiladi. Mana bu yerda undan keyin yana normallashtirish, undan keyin residual chiqadi bu yerda. Undan keyin yana normallashtirish, undan keyin mana bu yerda ekspertlar majmuasi. Bu yerda 8 tadan 2 tasi tanlanadi. Mana bu gated GLU ham mana shu joyda ishlatiladi. Yana normallashtirish va natija. Mana shu 64 marta qaytariladi va undan keyin yana normallashtirish, chiqish proyeksiyasi aytib o'tganimizdek, undan keyin natija hisoblanadi. Mana bu tarafda umumiy qiymatlar, mana shu modelda ishlatiladigan qiymatlar bo'lgan. Ya'ni bloklar 64 ta, vocabulary size bo'lyapti bu yerda, context uzunligi va hokazo. Va hamda umumiy parametrlar soni 314 milliard parametrga ega bo'ladi. Mana bu blokning umumiy tartibi, qaysi tartibda ishlashi ko'rsatib o'tilgan. Parallel ko'paganli fikrlash, ya'ni yuqorida aytib o'tgandek, Grok turi 20 da bir ajib, ya'ni bir o'ziga xos metod qo'llanilgan. Ya'ni Grok turi 20 multi agent modeldagi joriy etilgan yechim bitta so'rov bilan bir nechta ixtisoslashgan agentga yuboriladi. Ular parallel tahlil qilib bir-birining natijasini tekshiradi. So'ng lider agent yakuniy javobni sintez qiladi. Bu usul faqatgina mana shu Grok turi 20 da mavjud.
turi 5 va turi 6larda bu usul qo'llanmaydi. Ma'lumot sifatida biz o'rganib o'tamiz. Ya'ni bu yerda foydalanuvchi so'rovi kiradi, ya'ni prompt bu yerga keladi. Undan keyin asosiy Grok Leader model bor. Buning vazifasi berilgan vazifani bo'laklarga bo'lish, uni hakamlik qilish va hamda natijani sintez qilishdan iborat bo'ladi. Bu vazifani bo'lgandan keyin ostki agentlarga beradi. Bu birinchisi masalan tadqiqot qiladi, qidiruv qilish mumkin, X dan har turli xil qidiruv yoki hujjatlarni to'plash mumkin, fayllarni yaratish mumkin. Undan keyingi agent va bu natijani asosiyga jo'natadi. Undan keyingi agent, ostki agent mantiq va matematika kodni aniqlashtiradi, bosqichma-bosqich uni isbotlashni olib boradi va uni natijasini ham yana liderga qaytaradi va undan keyin uchinchi agent bu tanqidchi hisoblanadi, ya'ni qarshi dalillarni olib keladi, muqobil qarashni shakllantiradi hamda erta xulosa qilishga to'sqinlik qiladi. Ya'ni shu orqali model barcha natijalarni ko'rib chiqib va uni sintez qilib yakuniy natijani beradi. Bu yerda reasoning effort bor. Bu modeldagi agent sonini boshqaradi. 4 yoki 16 ta. Barcha ostki agentlar, ya'ni sub agentlar tokenlari hisoblanadi. Faqat lider javob qaytaradi. Bu modelning natijasini anchagina yaxshilaydi, lekin bu yerda muammo, bu yerda ya'ni 4 barobarga ko'payib ketyapti. Ya'ni tokenlarning soni, ya'ni narx 4 barobarga oshib ketadi. Agar bu 4 yoki 16 ta ishlatadigan bo'lsak, bu yerda alohida modellar ishlayapti. Bu degani haddan tashqari ko'p token ishlatilyapti degani. Bu iqtisodiy tarafdan o'ziga yarasha muammoni keltirib chiqarishi mumkin. Tur 6 nimalarga qodir? XAIning o'zi e'lon qilgan natijalar bilan tanishib chiqamiz. Agentik kodlashda uzoq davom etadigan ko'p bosqichli vazifalarda kod bazasini o'rganish, patch qo'llash, testlarni ishga tushirish, takrorlash imkoniyati bor. Server tomonidagi toollar, ya'ni web qidiruv, Xda qidiruv, ya'ni Twitter'dagi qidiruv, kodlarni ishlatish va funksiyalarni chaqirish va shunga o'xshagan vazifalarni qila oladi. O'z-o'zini tekshira oladi, ya'ni XAIning aytishicha, model uzoq vazifalarda natijasini keyingi bosqichga o'tishdan oldin o'zi tekshiradi. Vizual loyihalar XAIning davosiga ko'ra ilova dizayni va tuzilishini ko'pincha birinchi urinishdayoq to'g'ri chiqaradi. Tur 6 joriy bayroqdor model hisoblanadi. Bu yerda modallilik, matn hamda rasm kiritish imkoniyati bor. Natija faqat matnda chiqadi. Fikrlash darajasi bor, low, medium, high hamda X high darajasi bor. Bilim chegarasi, ya'ni knowledge cutoff deyiladi. Bu ya'ni oxirgi o'rgangan sanasi, ya'ni 2026-yil 1-fevralgacha bo'lgan bilimni o'rgangan, shu joygacha biladi, undan keyingisi bilmaydi degan, ya'ni bilim chegarasi mana shu. Ya'ni vosita toollar, ya'ni WebX, webda va hamda Xda qidiruv olib bora oladi, kodlarni ishlata oladi, funksiyani chaqira oladi, MCPni qo'llaydi va hokazo. Narxlar bo'yicha 200 ming tokengacha $2 kirish bo'ladi, $0.5 cash, $6 chiqish bo'ladi. Agar 200 ming tokendan oshadigan bo'lsa, barcha tokenlar kirish $4 ga aylanadi, cash $1 va hamda chiqish $12 bo'ladi. Artificial Analysis ga ko'ra Intelligent Index bilan tanishib chiqamiz. Bu 19-avgust ko'ra natija. Bu yerda Grok Tur 6 61 ball bilan 4-o'rinda turibdi. Bu aslida GPT-5.6 bilan bir xil natija ko'rsatmoqda. Keyingisi agentik indeksi, bu 19-avgustdagi natijaga ko'ra bu yerda 3-o'rinda 59 ball bilan bo'lyapti. Aslida hammasi Cloud Opus, GLM 5.3 hamda Grok Tur 6 high rejimi bilan 59 ballga ega bo'lgan. GDP Val ikkinchi versiya testida 4-o'ringa ega bo'lgan. Bu test Artificial Analysis tomonidan mustaqil o'tkaziladigan agentik benchmark, 44 ta kasb va 9 ta industriya bo'yicha 220 ta real vazifani baholaydi. Bu yerdagi asosiy vazifa beriladi, uni agent planlashtirish kerak hamda
turli xil vositalardan, toollardan foydalanish kerak, kod yoki fayllarni boshqarish kerak va uni davomiy fikrlash va hamda oxirgi natijani chiqaradi. Va bu bo'yicha Grok Turi 6 high rejimi bilan 1747 ball bilan bu yerda 4-o'rinni egallagan. Boshqa benchmarklar bilan tanishib chiqamiz. Avvalda ko'rib o'tdik, 61 ball Turi 6 Fable'dan orqada. Bu yerda GDP val bo'yicha 1747 natija yaxshi. Undan keyin kursor bench kursorda real kod tahriri 69.9, bu yerda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan. Fable 5 yuqori bu yerda. Murakkab dasturiy muhandislik 65.9, terminalda mustaqil ish 26, anchagina past bu yerda. Yuridik tahlil vazifalarida 15.8 natija yaxshi va hamda bilim ishi knowledge workda 1577. Terminal benchda Grok Turi 6 eng zaif nuqtasi, bu yerda anchagina past natijani ko'rsatgan. Grokning boshqa bayroqdor modellari bilan solishtirib ko'ramiz. Bu yerda narx bo'yicha quyidagicha. Narx bu yerda 4 va 12 desak bo'ladi aslida, chunki bu 200 ming tokendan oshib ketadi agar haqiqiy buni ishlatadigan bo'ladigan bo'lsangiz. Kontekst oynasi 500 ming token, solishtirganda bularda 1 million, hattoki Gemini'da 2 million tokenga ega. Bu yerda 500 ming bu asosiy zaif nuqta hisoblanadi. Jonli ma'lumotlarga kirish X da, ya'ni Twitterda real vaqtda kira oladi hamda web qidiruv qila oladi. GPT soldi, web qidiruv, bularda Google qidiruvi. Rasm video generatsiyasi uchun ichki Grok Imagine bor. Boshqalarda masalan GPTda GPT Image 2 bor, Anthropicda native emas, native yo'q. Va hamda Google'da, mana Gemini Google'da Imagine bor, Imagine hamda VO bor. Fikrlash bu yerda erkinroq, kam cheklangan, GPT OpenAIda muvozanatlangan, Anthropic modellar o'zini xavfsizlikka urg'u beradi. Va hokazo. Ekotizim bu yerda X, Tesla, Cursor, SpaceX kabi sohalarda Grok modeli ulangan, ya'ni bularda bemalol ishlatish imkoniyati bo'ladi va shu tartibda. Grok qayerda va qanday ishlatish mumkin? Grok.com orqali, web va mobil ilova orqali asosiy kirish nuqtasi bepul tarif bilan ishlatish mumkin. Lekin bu yerda hozircha Turi 6 bepul ishlatib bo'lmaydi. Faqatgina avvalgi versiyalar mavjud. X integratsiyasi bor. X ichida barcha foydalanuvchilar uchun bepul limitli, premiumda kengroq. Grokbot yangi chiqarildi. Bu doimiy bulut kompyuterga ega bo'ladi. Ishonchli AI agent hisoblanadi. Bu yangi chiqarildi 11 avgustda. Undan keyin Grok Build bor. Agentik kodlash, CLI va modeli. Undan keyin kursorda ishlatish mumkin. Barcha tariflarda Grok Turi 6 SpaceX kursorini sotib olgan. Ya'ni kursorda mavjud bu. Grok Imagine matndan rasm va video, rasm generatsiyasi faqat pullik tariflarda mavjud. Grok Voice real vaqtli ovozli suhbat, Tesla integratsiyasi, avtomobil ichidagi ovozli yordamchi sifatida API bor, OpenAIga mos, XAI SDK va gRPS. OpenRouter, Versal, Vertex AIda mavjud bu va hamda Business Enterprise'da ishlatilishi mumkin. Grokdan kim va qanday foydalanadi? Jonli tadqiqot, jurnalistlar va tahlilchilar Xdagi real vaqt suhbatlarni kuzatish imkoniyatiga ega. Undan keyin agentik dasturlashda, kontent yaratishda, yuridik va professional tahlilda hamda uzoq muddatli agentik vazifalarida, ovozli yordamchi sifatida, korporativ bilim ishlarida, biznesni boshqarish va shunga o'xshagan ularni tahlil qilishda hamda ijtimoiy tarmoq yordamchisi sifatida ishlatilishi mumkin, asosan X da. Amaliy misol bilan tanishib chiqamiz. Grok bilan bir necha amaliy mashqlarni bajarib ko'ramiz. Birinchi navbatda veb sayt yaratish bo'yicha bu yerda OpenRouter orqali Grok Turi 6 ni ishlatyapmiz. Aytib o'tganimizdek bu pullik, uni pul to'lab keyin ishlatish mumkin bo'ladi. Oddiy veb sayt tayyorlashni so'radim. Mana bu prompt bo'lyapti. Undan keyin ishga tushdi va bu index HTML ko'rinishda yozish boshladi.
Qiyinchilik tarafi hammasini mana bu ko'rinishda, tekst ko'rinishida chiqarib tashladi. Ya'ni kamida bir fayl ko'rinishida bo'lganda osonroq bo'lardi. Shu yerda tugatildi. Ya'ni indeks HTML qilib saqlab qo'ying deydi. Mana shu. Va bu 5 sent atrofida pul sarfladi bu uchun. Natijani ko'ramiz. Natija quyidagicha bo'ldi. Ya'ni bilim yo'li, onlayn kurslar platformasi, o'zingizga mos kursni tanlang deyapti. Agar tanlasak, narx chiqyapti. Birinchi navbatda muammo mana bu ko'rishdagi belgilar bor. Bular yaxshi emas. Lekin tanlasak ishlayapti, narxini hisoblayapti, chegirma bilan. Dark moddamiz mana bu ochiq rangdagisi. Qidirib ko'ramiz bu yerda. Web, demak, qidiruv ham ishlayapti, yaxshi. Oddiy HTML ko'rinishidagi sayt bo'ldi. Keyingi vazifamiz yana biroz ijodkorlik talab qiladigan prompt yozdim. Ya'ni Orol dengizi haqida veb-sayt tayyorla, uning hozirgi ahvoli, odamlar va tabiatga bo'lgan ta'sirini tasvirla degan mazmunda demak ishga tushdi. Ma'lumot to'pladi bu yerda. Bu ham xuddi shunday, ya'ni tekst ko'rinishida fayl tayyorlandi. Buni yana ko'chirib indeks HTML ko'rinishida saqlab qo'yamiz. Va uni brauzer bilan ochganda mana bu yerda ma'lumot qayerdan topganligini ko'rsatyapti. 12 sentga tushdi. Natija quyidagicha bo'ldi. Orol dengizi ogohlantirish sahifasi mana bu ko'rinishda. 60-yilda 89, 2005, 14, 26-yillarda yana shu ahvol, ya'ni mana bu belgilar to'g'ri qo'yilmagan. Hozirgi ahvol dengiz ikkitadir. Qisman tiklanish bor. Va mana bu yerda men suv va tabiatni asrashga va'da beraman. Bu yerda hech narsa o'zgarmayapti. Juda oddiy, hech qanday rasm yo'q bu yerda. Mana buni ko'rsatish mumkin. Biroz yaxshiroq tashkil etilganda, lekin umuman olganda juda oddiy, hech qanday dinamika yo'q. Bezash ham oddiy usulda tayyorlangan. Mana shu natijaga erishdik. Undan keyingi vazifa bir ozgina, ya'ni knowledge work bo'yicha vazifa berib ko'rdim. Natija juda ham yaxshi. Bu yerda muammosiz buni hal qildi. Ya'ni tahlil. Undan keyin yana bir misol ko'rdik. Bu rasmni talqin qilish bo'yicha, ya'ni rasmni qanchalik darajada tushuna olish qobiliyatini ko'rish uchun mana bu berilgan rasmni kuzatib, undagi obyektlarni, bu yerdagi butun voqeani tasvirlab ber degan mazmunda. Rasm quyidagicha. Bu Buxorodagi bola hovuz da olingan rasm bo'lyapti bu. Natija quyidagicha bo'ldi. Kuzatish. E'tibor bering, bu yerda bitta narsa bor. Mana bu halqalar bor, temir halqalar bor. Shuni topa olmadi. Sonini hisoblaymiz. Bu yerda 6 ta ustun ko'rinyapti. Deyarli tasvirlab berdi, lekin soni taxminan 7-8 ta deyapti. Ko'rinadigan yog'och ustunlarning soni 7-8 ta deyapti. Halqani topa olmadi bu yerda. Xuddi mana shu vazifani biz Opus 5 bilan ekstra effort bilan qo'ydim. Bu yerdagi natija anchagina yaxshiroq. Kengroq berilgan, tushuntirilgan. Bu yerda halqani topgan, bu yerda undan tashqari aniq 6 ta ustun sanadim deyapti. 6 ta ustun. Aniqlik bu yerda yuqori, yaxshiroq.
Undan keyingi vazifamiz rasm chizish bo'yicha. Buni Grok Tour 6 da qilish imkoniyati yo'q. Bu yerda siz Grok Image 2 ni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Grok Tour 6 bu rasm chizmaydi. Bu faqat chatbot yo'nalishdagi model hisoblanadi va bu yerda hozirgi O'zbekistondagi qadimgi odamlarni hayot tarzini ifodalovchi rasm chizib ber dedim. Mana bu natija bo'ldi. Quyidagicha. Bu yerda tushuntirish berilgan, rasm chizilgan. Va buni narxini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni 6 sent bo'lyapti, 94 sekund vaqt sarfladi. Xuddi mana shu promptni endi men ChatGPT ga berib ko'rdim. Bu hech qanday bekorga ishlatadigan variant, ya'ni bepul versiyasida ishlayapman. Xuddi mana shu. Endi bu yerdagi holat mana bunday ko'rinishda. Ancha chiroyli tasvirlangan, mana binolar bor u yerda. Xullas, bu yerda siz o'zingiz tanlaysiz, qaysi model siz uchun ma'qul bo'ladi. Bu yerda iloji boricha Grok Tour 6 bilan Grokning Imagine modellarini ishlatib ko'rdik. Xulosa qilib aytganda, Grok Tour 6 yangi arxitektura emas. Grok Tour 5 bilan bir xil V9 asosida ishlaydi. Yaxshilanish qo'shimcha pre-training, SFT va RL bosqichlarida. Ya'ni SFT degani supervised fine tuning va hamda reinforcement learning hisoblanadi. Model kuchi faqat parametr soniga bog'liq emasligini bu yerda isbotladi. Ya'ni avvalgi modelni qo'shimcha o'qitish, mana bular qo'shimcha o'qitish hisoblanadi. Qo'shimcha o'qitish orqali imkoniyatni anchagina yaxshiladi. Ya'ni faqatgina modelni imkoniyatini parametrlar sonini oshirish bilan emas, faqatgina uni qayta o'qitish bilan oshirish mumkinligi bu yerda ko'rinib turibdi. Frontier darajaga yetdi, lekin yetakchi emas. Bu yerda ball anchagina yaxshi, lekin GPT-5.6 Soul va hamda Fable'lar dan past. Ekotizm buni asosiy kuchli tomon hisoblanadi. Agar siz X da yoki Grok Build va hamda kursor bilan doimiy ishlaydigan bo'lsangiz, bu yerda Grok siz uchun asosiy AI model hisoblanishi mumkin. Kontekst oynasi eng zaif joy, ya'ni 500 ming kontekst uzoq agentlik sessiyalarida tez to'lishi mumkin. Masalan, buning sababi Terminal Benchda juda past natija ko'rsatgan. Asosiy muammo shu yerda. Yuqori darajadagi va kuchli model uchun OpenAI yoki Anthropga tanlangan yaxshi ma'qul hozirgi natijalarni ko'rib, yoki kuchli modelni nisbatan arzon narxda ishlatish uchun Kimi yoki Qwen modellarini ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu meni shaxsiy tavsiyam. Model yaxshi, anchagina o'sish bor, lekin bu Anthropic yoki OpenAI modellari bilan hali bahslashadigan, ya'ni ularni ortda qoldiradigan biron bir yaxshi natijani hali ko'rsatgani yo'q. Lekin narx borasida agar arzonroq narxda yaxshi model ishlatish tanlovi bo'ladigan bo'lsa, mana Xitoy modellari Kimi yoki Qwenlar bundan ko'ra yaxshiroq natija ko'rsatyapti. Shuni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, videomiz shu yergacha. O'ylaymanki, bu video sizga tushunarli bo'ldi. Kanalga a'zo bo'ling, like bosing hamda kommentda izoh yozib o'ting. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.